ko'p joylarda genetik tahlillarni noto'g'ri tayinlashadi va javob chiqmaydi. Bugun qaysi analiz qachon kerakligini ochiq aytib o'taman. Men nevrolog genetik shifokorman. Ko'p holatlarda DNK javobi bilan kelishadi, ya'ni bir turli xil DNK usullarida tekshirilgan analizlar javob bilan keladi va bu bolani bemorni kasalligiga mos tekshiruv qilinmagan bo'ladi. Ba'zan ko'rib qolamiz shunaqa vaziyatlar. Biz buni aytmoqchimizki, har xil mutaxassislar DNK diagnostikaga topshiradi, ya'ni bemorni har xil DNK diagnostika analiziga topshirtiradi va buning javobini olganimizda u analiz u kasallikka mos kelmaganligi sababli analiz javobi chiqmaydi. Ya'ni DNK bir nechta usullar orqali tekshiriladi, ya'ni xromosomalar, DNKlar, bu usullarni kasallik turiga qarab tayinlanadi. Ya'ni bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni birinchi o'rinda bizda xromosoma kasalliklarida tekshiriladigan usullar haqida gapirib o'tamiz. Ya'ni kariotyp tekshiruvi. Bu Down, Edwards, Pattau, Sherchevsky, Turner xuddi shunday xromosoma anomaliyalarini tekshiradi, ya'ni xromosomalar sonining ortishi, kamayishi yoki shaklining o'zgarishi bilan ketuvchi kasalliklar hisoblanadi va bu kariotyp usulda tekshiriladi. Xo'p, bu qanday usul? Ya'ni xromosomalarda umumiy soni, shaklini ko'rib beradigan usul hisoblanadi va bu usul orqali biz xromosomalardagi katta o'zgarishlarni, ya'ni qismli katta o'zgarishlarni yoki sonini kamayish, ko'payishini biz aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi usul bu xromosomli mikroarray deydi, ya'ni xromosom mikrodeletsiya va mikroduplikatsiyalarni aniqlaydigan usul. Bu xromosomalarda kichik mayda deletsiya, duplikatsiya o'zgarishlarni, ya'ni shaklini kichik qismini o'zgarishlarini o'rganuvchi yo'nalish hisoblanadi. Bu qaysi kasalliklarda ko'proq ko'riladi? Bu ko'proq xromosomani mikrodeletsiya va mikroduplikatsion sindromlari bor, shularda ko'riladi va shunga genetik mutaxassis yo'naltiradi. Undan keyin uchraydigan yana bir analizimiz MLP analizi deyiladi. Bu ham xromosomaning ma'lum bir uchastkalarini tushib qolishi, ya'ni xatoliklarini o'qib beruvchi qism hisoblanadi. Ya'ni bu ham katta qismlarda o'qiydi. Xromosomani kitobda tasavvur qilsak, 1 bet, 2 bet jildda yirtib olgandek gap, ya'ni qo'pol misol, ya'ni xromosomalarni ma'lum bir uchastkasidagi qismni aniqlaydigan MLP usuli. Bu usul ko'proq qaysi kasalliklarda ishlatiladi? Bu usul ko'proq ishlatiladi spinal mushak atrofiyasida, ishlatiladi Duchenne kasalligida, ishlatiladi, ya'ni ma'lum bir sindromal o'zimizning kasalliklar bor, ya'ni genetiklar tushunadigan shularda bu usuldan foydalaniladi. Bizda ko'p aytib o'tganimizdek boshida ko'p bo'ladigan muammolardan SMA kasalligiga boshqa DNK usulini tanlab berishadi. Ya buning natijasida SMA kasalligi chiqmaydi. Bolada kasallik bor, bu yerda DNK usuli noto'g'ri tanlangan. Shuning uchun DNK usulini haqida bugun gapirib o'tyapmiz. Keyingi usullardan bu eng ko'p qilinadigan usullardan, ya'ni umumiy sekvenirlangan analiz. Ya'ni DNKni eng kichik uchastkalarini aniqlovchi analiz hisoblanadi. Bunda DNKdagi harflarning ketma-ketligini, buzilishini aniqlaydi. Qo'pol qilib tushuntirganda shunday. Ya'ni eng mayda uchastkalar. Xromosoma DNKdan tashkil topgan, ya'ni DNKni ichidagi nukleotidlar ketma-ketligini, buzilishini aniqlaydigan usul hisoblanadi. DNKdagi ketma-ketliklarni, xatoliklarini aniqlaydigan usul hisoblanadi. Ya'ni bu bir necha ming gen, monogen kasalliklar buzilishini o'z ichiga oluvchi tekshiruv hisoblanadi. Bu tekshiruvda ham bir nechta nasliy kasalliklarni aniqlash imkoni bizda bor. Faqat to'g'ri usul bilan to'g'ri yo'naltirilganda. Bundan tashqari bu VES usuli deymiz, ya'ni sekvenirlangan usulda mitoxondrial kasalliklar, modda almashinuv buzilish kasalliklari ham aniqlanadi. Xo'p, bundan tashqari umumiy genom tahlillari bor. Ya'ni umum genom tahlili bu tanadagi bir nechta genlarni
ya'ni umumiy genom tahlilida deletsiyasi, duplikatsiyasi va gendagi xatoliklarni aniqlaydigan usul hisoblanadi va bu qo'pol qilib tushuntirganda tanadagi barcha genlarni tekshiruvchi usullarning biri hisoblanadi. Bu usul qimmatbaho hisoblanadi, ya'ni usuli qilishi qiyin va murakkab hisoblanadi. 3-3,5 oyda chiqadi bu analiz usuli va genetikani eng katta foiz kasalliklarni aniqlaydigan usullardan bu biri hisoblanadi. Shuning uchun biz bu har bitta genetik usullarda aytib o'tyapmiz. Bundan tashqari, ya'ni biokimik oddiy usullarda, ya'ni neonatal skriningda va o'sha modda almashinuvini tekshiruvchi usullar ham bor. Ya'ni bu usullarda tandem mass spektrometriya, gazovoy xromatografiya shunaqa usullarda ham modda almashinuviga bog'liq nasliy kasalliklarni aniqlash mumkin bo'ladi. Bular oddiy va yengil va arzon usullar hisoblanadi. Faqat biz yo'naltirayotgan bemorimizga qaysi DNK analizi to'g'ri kelishini biz bolani klinik belgilari, ota-onani shikoyati, qarindosh emasligi, kelib chiqish sabablari va boladagi to'liq klinik belgilar va kelajakda rivojlanish holatlarini belgilagan holatda bu yerda genetik usulni tanlanadi va to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beriladi. Genetikada umumiy qilib tushuntirganda zararlangan genlarni katta qismi aniqlangan va yangi genlar chop qilinayotgan genlar bor. Rivojlanib borayotgan sohalarda qatoriga kelganligi uchun ba'zi bir kasalliklarni DNK tahlilidan qo'yish muammo bo'lishi mumkin. Lekin bu juda kam foizni tashkil etadi. Ya'ni 1-5% bemorlarda yangi gen mutatsiyalari yuzaga kelgan bo'lsa, buni tashxisot qilish muammoga aylanadi va bitta ota, ona, bola, aka, ukalarni hammasini genomini olgan holatda bu yerda tekshiruvlar, ilmiy ishlar olib borib yangi genda tasdiqlash mumkin bo'ladi. Bu ancha murakkab, o'ziga yarasha qiyin jarayon hisoblanadi. Va biz oxirida aytib o'tmoqchimizki, viloyat, respublika mutaxassislariga DNK tahliliga yo'naltirganda aniq bir kasallik va aniq bir usulni tanlagan holatda yo'naltirishni tavsiya beramiz. Ya'ni bemor va ota-ona uchun bitta qiyinchilik tug'dirmaslik va vaqtdan o'tkazmaslik masalasi.